Hayotingiz davomida taqdiringiz qanday qilib va nimalar orqali sizga to'g'ri yo'lga o'tib olishingiz uchun ishoralar beradi. Agarda siz bir energiyasiga oid bo'lib, ya'ni 1, 10, 19 hamda 28 sanalarda tug'ilgan bo'lsangiz, taqdiringiz deydi: Men senga moliyaviy qiyinchiliklar orqali ishora qilaman. Balki senga moliyaviy yetishmovchiliklar bordek tuyuladi. Bu dunyoda biron yuqori darajaga yetishish juda qiyindek ko'rinadi. Va aynan shu tuyg'u va yo'nalishda men senga ishora qilaman. Chunki sening asosiy vazifang bu hech kimga suyanmagan holda mustaqil bo'la olib, boshqalar yordamisiz ishlab topishing va o'z kuching bilan yuqori darajangni egallashing kerak. Shuning uchun senga shunday hislar beraman va sen bu hislaringni yengib chiqib, aslida yuqori lavozimga, yaxshi martabaga, o'ringa ega bo'lish uchun senga hech kimning keragi yo'q. Shaxsan o'zing buni uddalashingni ko'rsata olishing kerak. Agarda siz 5 energiyasiga oid bo'lsangiz, ya'ni 5, 14 hamda 23 sanalarda tug'ilgan bo'lsangiz, taqdiringiz sizga deydi: Men senga ishoram shulardan iborat va bu sening farzandlaring. Senda farzand bo'lish masalasida muammolar, ularni umuman dunyoga kelmasligi yoki kechiktirilishi yoki ular bilan, ya'ni tug'ilgan farzandlaring bilan katta muammolar yoki sen o'zing bolalik holatidan psixologik chiqib keta olmay uzoq muddat ota-onaga har tomonlama qaramlikda bo'lishing holatlari. Bular senga hammasi ishoradir. O'z o'rningda emasliging haqida bo'ladi. Va qachonki to'g'ri yo'nalishingga o'tib uni topa olsang, shunda bu muammolaring bartaraf bo'ladi. Men senga bu ishoralarim bilan mustaqil bo'la olishing, mas'uliyatni qo'lingga va bo'yningga olishing va farzandlaringga sohib chiqishing kerakligi haqida bo'ladi. Qay holatda bo'lsang, shu holatingdan chiqishga intil. So'ng baxt eshigini ochaman. Agarda siz 2 energiyasiga oid insonlardan bo'lsangiz, ya'ni 20 yoki 2, 11 yoki 29 sanalarda tug'ilgan bo'lsangiz, taqdiringiz sizga deydi: Ha, qattiq ko'rinishda bo'ladi, ammo ishoram sen uchun muhimdir. Seni faoliyatingni almashtirish yoki uy joyingni tark etish va yaqinlaringdan uzoqlashtirish bilan sinovlaringni berib ishora qilaman. Qachonki yaqinlaringni nafaqat sevish yoki tan olish, ularni qadrlashni ham o'rganganingda, qanchalik yaqinlaring dastagi va ularning o'rni muhimligini o'rganganingda, tushunib yetolganingda, sen ular bilan qayta yaqinlasha olasan, birga bo'la olasan. Munosabatlaring ham yaxshi darajaga o'tadi. Agarda siz 6 energiyasiga oid insonlardan bo'lsangiz va tug'ilgan sanangiz, ya'ni 6, 15 yoki 24 sanalarda bo'lsa, taqdiringiz sizga deydi: Senga ishoralar beraman, e'tiborli bo'l. Bu ishoralar oshiqlaring orqali sinovlar bilan bog'liq bo'ladi. Hayotingga senga shunday ishqiy sheriklarni ro'baro qilamanki, ular senga hayotiy dars olishingda ustoz bo'ladigan sheriklar bo'ladi va ularni bejiz yubormayman. Ruhiy hayotingni oldingi umrlarida avvalgi ishqiy aloqalaringdagi xatolaringni his qilib, ularni xatoligini anglagan holda tuzatishing zarurdir. Balki ishqiy aloqalarda ko'p berib yuborgandirsan, balki oz ola olgandirsan. Umumiyda muvozanatda ushlay olmaganliging masalasida yuzaga kelgan. Bu sinovlaringda ishqiy aloqalaringdagi munosabatlaringni to'g'rilashing kerak. Shundan keyin baxt eshigini ochaman. Agarda siz 9 energiyasiga oid bo'lsangiz, ya'ni 9, 18 yoki 27 sanalarda tug'ilgan bo'lsangiz, taqdiringiz sizga deydi: Senga ishora qilish menga juda mushkul keladi. Chunki sen o'ziga ishonchi yuqori va atrofni umuman tinglamaydiganlardansan. Shunday bo'lsa-da harakatdaman. Men seni mental sog'lig'ing orqali gaplashaman. O'zini yo'qotib qo'yish, yo'lini yo'qotish, inqiroz, men nega bu yerdaman, nega tug'ildim, bu hayot o'zi nima kabi savollaring bilan seni ko'nglingga, aqlingga, hayotingga o'rnashadi. Ko'p izlanasan va juda ko'p ko'ngling qoladi. Ko'p narsalardan va ko'p kimsalardan. Hayotda ko'p norozi bo'lasan. Sen aslida darajangni oshira olgan eding, ammo seni boshqalarni mensimasliging seni qayta sinovlarga tushishingga sababdir. Qachonki hammani aybdor topmay, hammadan norozi bo'lmay va asosiysi o'zingga oid ishni topolganingda, shundagina senga baxt eshigi ochiladi. Agarda siz 7 energiyasiga oid, ya'ni 7, 16 hamda 25 sanalarda tug'ilgan bo'lsangiz, taqdir sizga deydi: Men sen bilan sening orzularing va intuitsiyang orqali gaplashaman. Balki ko'pincha senga yorqin tushlar kirar, balki ichingdan kuchli his qilish, intuitsiyalaring oshadi. Balki xayolingni chalkashtirib tashlayman. Bir vaqtning o'zida bir necha fikrlar ichra qolasan. Aslini topishga qiynalasan. Bu hammasi mening ishoralarimdir va bu hammasi xayollaringda suzib yurgan ming turli xil ustma-ust keluvchi
fikrlarga chalg'imasdan ichingdagi asl haq ovozingni topib eshita olishing uchundir. Qachon sen bunga erishasan, shundagina senga baxt eshigi ochiladi. Agarda siz Tor energiyasiga oid bo'lsangiz, ya'ni 4, 22, 13 yoki 31 sanalarda tug'ilgan bo'lsangiz, u holda sizning taqdiringiz sizga deydi. Seni sinoving qat'iyatlilik va sabr bilan bog'liqdir. Shuning uchun sen bilan shunday gaplashaman. Senga qiyinchiliklar juda ham ko'p beraman. Oyoqda mustahkam, qat'iyatli bo'lib turishni o'rganishing uchun. Ba'zan butun dunyo barcha senga qarshidek tuyuladi. Ammo aynan mana shu sinovlar orqali kuchlanasan, mustahkam qat'iyatlikka o'tasan. Qachonki butun dunyoning sendagi his va kechinmalaringga ko'ra tuyadigan mana shu barcha atrofdagilaring senga qarshi ko'ringan holatdan men yengib o'taman, men eplayman, men bir o'zim bo'lsam ham mening o'zim bir dunyo va men sinmayman deya har turli senga berayotgan qiyinchiliklarimdan yolg'iz o'zing o'ta olsang, so'ng baxt eshigi senga ochiladi. Chunki sening asl missiyang bajarilgan bo'ladi. Va sening asl missiyang bu hech kimga suyanmasdan yolg'iz o'zing qiyinchiliklarni bartaraf qilib bosib o'ta olishing. Butun dunyo senga qarshi tursa ham sen o'z yo'lingda davom eta olishingdadir. Agarda siz 8 energiyasiga oid bo'lsangiz, ya'ni 8, 17 yoki 26 sanalarda tug'ilgan bo'lsangiz, taqdiringiz sizga deydi. Sening missiyang, ya'ni qilishga, o'rganishga hamda to'g'rilashga majbur bo'lganlaring seni sinovlardan o'tkazishda ishoralarim shunday bo'ladi. Seni missiyang boshqalarga ta'sir o'tkazish va liderlik darajasini qo'lga kiritish bo'lganligi uchun qaddingni rostlab, boshqaruvchilikni qo'lingga olib harakatlanishga majbur qoldiradigan sharoitlar beraman. Yolg'iz qolasan, haydalasan, musofir holatlarda bo'lasan, yoningda muhtoj qarindosh, yaqinlaringni ko'p beraman. Eng yaqining chorasiz qoladi. Albatta, to'g'ri tushunding. Sening boshqaruving harakatingni rivojlantirish uchun bular sodir bo'ladi. Sen men berayotgan turli boshqaruvchilik talab qiluvchi holatlarda o'zingni ko'rsatmasang, harakatingni qilmasang, liderlik darajangni egallamasang, yaqiningni qo'lidan tutmasang, senga yanada kuchli yolg'izlik, farzandsizlik, ko'plab yaqinlaring bilan janjallar va ularga ham qiyinchiliklar beraveraman, kelaveradi. Toki sen jilovni qo'lga olmaguningcha, qachonki to'g'ri yo'lingga o'tib olsang, shunda baxt eshiging ochiladi. Ha, aytgancha, meni missiyam, meni o'rganishim, meni qilishim, uddalashim kerak bo'lganlar bilan yaqinlarimni nima aloqasi bor deysanmi? Juda ham bor. Chunki siz guruh o'yinchilarisiz. Bir-biringizga aynan sinovlardan o'tib olishingizda bir-biringizga dalda, namuna, ko'rsatkich, ishora kabi va ko'p boshqa sabablar bilan uzviy bog'langansiz va shuning uchun guruh ishtirokchilarini bittasi bilan bo'lsa ham vazifasi bajarilmayotganligi kuzatilsa, bu butun guruhga ta'siri bo'ladi albatta. Agar sen hayotingda bajarishing kerak bo'lgan masalalarni yechimini topa olsang, hal qila olsang, o'z liderlik pozitsiyangni egallay olsang, shundagina senga baxt eshigi ochiladi. Agarda siz 3 energiyasiga oid bo'lsangiz, ya'ni 3, 30, 21 hamda 30 sanalarda tug'ilgan bo'lsangiz, taqdiringiz sizga deydi. Men sen bilan kasallik, charchoq, travmalar, to'satdan tanadagi nosozliklar orqali gaplashaman. Bu shunchaki fiziologiya emas. Agar sen meni ichki ovoz ortidan eshitmasang, senga jismoniy tana orqali ishoralar berishga o'taman. Sen uch energiyasini tashuvchisisan. Uch energiyasi vazifalariga ko'ra yashamasang, sen kasalliklardan boshqa narsaga holing qolmas darajaga olib kelaman. Toki uchlikni mas'uliyatini bo'yningga olib harakatlanmaguningcha.